صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga durud salovatlarimiz bo'lsin. Alloh tirishligimizni xayrli, muborakli aylab, hojilarimizni hojilarini, butun dunyo hojilarini, haj ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Buyuk va ulug' ibodat haj ibodati. Buyukligi va ulug'ligining sababi insonning qutqarilishligi. Alloh subhanahu va taolo insonni qutqarishlik uchun o'zi yo'l ko'rsatib, ana shu yo'ldan yurasan deb bir qancha takliflarni bergan. Ana shu ibodatlarni joyiga qo'yib, shart-sharoitlarini chiroyli qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga najot berishligini, jannatga favz topishligini, ya'ni jannatni yutishligini Alloh va'da qilgan. Mana shu ma'noda Allohdan umid qilib, Allohdan yaxshi gumon qilib, Alloh muyassar qildi, oson qildi, yengil qildi. Alloh buyurgan ibodatlarning yana biri, balki bu ibodat eng buyuk ibodatlardan hisoblanadi. Haj nasib etdi deb borib kelgandan keyin shukronasiga bunday dasturxonlarni yozib, sizni o'zi bu joyga chaqiribdilar. Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Haj ziyorat qilmoq degan ma'noni bildiradi. Maxsus bir vaqtda. Ya'niki mana shu Zilhijja oyida, Zulqa'da oyidan Zilhijja oyi ikkalasi haj mavsumi hisoblanadi. Asosiysi Zilhijja oyining demak 9-kuni, Arafa kuni haj ibodatini ado etish kuni hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam al-hajju arafa deganlar. Haj Arafadur degan. Ya'ni Arafada turishlik, Arafat vodiysida, o'sha Arafatda turishlik haj ibodatini eng katta rukunlaridan hisoblanadi. Ya'niki o'sha joyda Alloh taologa talbiya aytib, Ibrohim alayhissalatu vassalom ana shu joyda turganliklari ga demak ergashib, biz ham Ibrohim millatidanmiz, labbayk Allohumma labbayk deb turishlik, demak mana bu haj hisoblanadi, ziyorat hisoblanadi. Ana shu joyda borib ziyorat qilib kelishlik. Endi bu haj ibodatini amalga oshirishlik ko'pchilikda umrini bir qancha muddati o'tgan paytda nasib qilib qoladi. Xosatan bizni diyorlarda odat bo'lib qolayotgani edi, o'sha ishdan bo'shab, pensiyaga chiqib, bola chaqani uylab, jaylab, qiz bo'lsa chiqarib, ana undan keyin haj qilaman degan odat bo'lib qolgan edi. Alhamdulillah, bugun o'sha odatlar sekin-sekin yo'qolib boryapti. Hajga qodir bo'lgan kishi hajni tezlik bilan amalga oshirishlik kerak. Chunki agar hajga qodir bo'lsa-yu farzandimni uylashim kerak desa, unda to'g'ri ish bo'lmaydi. Yoki uyimni to'g'rilashim kerak desa, unda to'g'ri ish bo'lmaydi. Hajga qodir bo'lganda Alloh taolo man istatoa ilayhi sabila degan. Kim o'sha yerga borishlikka istitoati yetsa, ya'ni ki zodi rohilasi bo'lsa degan. Bo'lsa ana shu kishiga farz degan.
Shuning uchun ham hajga qodir bo'lgandan keyin uni istitoatidan emaski, ya'niki qodir bo'lishlik shartidan emaski, u bir kishini aytilmaydiki, qizi bo'lsa chiqarib olsin, o'g'li bo'lsa uylab olsin, uyini yana qo'shimcha tomini ikkinchi qavatini qurib olsin degan narsa yo'q. Shuning uchun hajga qodir bo'lgan kishi balog'at yoshiga yetgandan keyin hajga qodir bo'lishiga haj ibodatini amalga oshirish kerak. Agar uzr bilan to'xtab turgan bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi. Misol uchun, o'chirt tegmay turgani, qo'ra tashlasa, qo'rada nomi chiqmayotgani, ma'lum bir mana shunga o'xshagan uzr bilan yo yo'lni notinchligi sababdan mana shunga o'xshagan uzr bilan turgan bo'lsa, u uzr. Ammo hamma narsasi joyiga kelib, bola chaqasini yeb ichisi borib kelguncha bor, o'zini yo'l kirasiga puli bor, o'sha yerga borib kelguncha qiyinchilik yo'q bo'lib, mablag'ga qodir bo'lgan kishi bormasdan ihmol qilsa, ya'niki vaqtni cho'zsa, ana o'sha odam to borgungacha gunohkor bo'lib turadi. Shuning uchun haj ibodatini amalga tez oshirish kerak. Yoki bo'lmasam, hajga qodirmisiz, pulingizni hisoblab ko'ring. Qodir bo'ladigan bo'lsangiz, hech yo'q, tezlik bilan o'chirtga yozib qo'yish kerak. Yo bir o'sha mas'ullarga izhor qilib, bizga ham bir holat kelib qolsa, hajga tayyormiz deb aytib qo'yishlik kerak. Shunda mana shu uzr bilan to'xtab turadi. Uning uchun gunohkor bo'lmay turadi. Endi haj to'g'risidagi tushunchalar, mafohimlar bir davrlarda o'zgarib ketgan holatlari bo'ldi. Hajga borishlikni martaba, mansab sifatida ham qabul qiladiganlar paydo bo'ldi. Aslida haj ibodati insonga beradigan narsa tavozi, kamtarlik. Chunki inson hayoti mobaynida qilgan gunohlaridan onadan yangi tug'ilgandek bo'lib kelishligini tasavvur qilsangiz, inson kelgandan keyin o'sha yangi tug'ilgan bola endi bir katta bo'lguncha jamiyatni anglamadi, yaxshi yomonni bilmadi, jamiyatga qarab hayot kechirdi, topganini yashadi deymiz. Hozir ham shunaqa bo'lyapti. Ma'lum bir mintaqalarda tug'ilib yashayotgan bolalar, atrofda masjid yo'q, o'rgatadigan odam yo'q. Birovning oldiga borsa darhol sen nimani o'rgatyapsan, xususiy ta'lim beryapsan, diniy ta'lim beryapsan deb chegaralab qo'yganligini sababidan bolalar o'sha ko'chada topgan hayotini yashaydi. Topgan hayoti nima desa, atrofdagi oshna og'aynisi kechasi bir mahalgacha uyga kirmaydi, kalyonxonalarda o'tiradi. Topgan pulini maishatga sarflaydi. Hammamiz bilgan o'sha hozirgi atrofda bo'layotgan hayot. Demak, inson tug'ilib aqlini topganda, atrofiga qaraganda, topgan hayotini yashab, bir davrga kelib tushunib, Allohga tavba qilib, o'sha gunohlarini kechirishligini sababini topsa, u haj bo'lsa, hajga borib kelsa, yana onadan yangi tug'ilgan deb bo'lsa, endi bu tug'ilishligi oldingi tug'ilishligiga o'xshaydigan emas. Endi bu tug'ilishlik yangi bir tug'ilishlikki, bu anglab tug'ilish, bilib tug'ilish, majoziy ma'noda. Endi yaxshi bilan yomonni ajratib tug'ilish. Endi katta bilan kichikni ajratib tug'ilish. Endi o'sha yaxshi jihatga qarab yurishni imkoniyati bor tug'ilish. Shuning uchun hajdan kelgandan keyin yana eski ishlarini davom ettirmaydigan holatda bo'lishlikka imkoniyat bor. Shuning uchun bu ibodat ulug' ibodat, buyuk ibodatki, haj bu martaba emas. Haj bu mansab emas. Haj bu gurpa emas. Haj bu hoji o'tirish emas. Bir vaqtlar shunaqa bo'ldiki, hoji o'tirish, hop bizni ham taklif qilganlar bo'ldi. Endi mana shu hoji o'tirishliklarga
shunchalik bir berilish bo'ldiki, gruppa tashkil qilingandan keyin samolyotga chiqib ketayotgan paytda hali haj qilmadi. Gruppa tashkil bo'ldi. Haj samolyotga chiqib ketyapti. Taklifnoma tarqatyapti. Birinchi kelgandan keyin birinchi hoji o'tirish menikida. Hali borasan, u kelasan. Sen buni qilasan yo qilmaysan? Alloh biladi. Lekin maqsad nima edi? Robbingga tavajjuh qil, gunohlaringni esla. Uni kechirishligini Allohdan so'ra, avval borib keyin shukronasiga dasturxon yozib biror marta chaqirsang, chaqirarsan. Lekin har oyda to'planib, men bir joyga borsam 8 qatorlik olib qo'yibdi, sanab chiqdim, xos. Aylangan shu dasturxon 8 qator. Hoji o'tirish. Men aytdim, buni dedim biror qatorini kamaytirsanglar dedim. Mana qo'shnilar dedim, go'sht yemayotgani yeb qoladi. Maqsad shu. Falon joyda hoji o'tirish ekan, piston joyda hoji o'tirish ekan. Yo'q, bu mansab emas. Endi haliga aytganimizdek, bu onadan yangi tug'ilgan bola. Demak, u ajrni istaydigan payt. Gunohdan tiyiladigan payt. Endi aqli bor buni. Yana agar shunday bir imkoniyat berilib, onadan yangi tug'ilding, pok-pokizasan desa-yu, yana qilmishlari eskisidan battar maishatbozlik bo'lsa, eskisidan battar g'iybatchi bo'lsa, eskisidan battar yana bir narsalar bo'lsa, demak u odam uchun haj ta'sir qilmabdi. Hajning va'dasi ta'sir qilmabdi. Shuning uchun azizlar, haj bu o'zidan kelgan insonni tavoziga chaqiradigan, kamtarlikka chaqiradigan, Allohga kibr qilmaslikka, Allohning hukmlariga kibr qilmaslikka chaqiradigan bir ibodat aql egalari uchun. Endi hajga borishlikka tayyorgarlik aslida yoshlikdan boshlanadi. Hajning eng birinchi vazifasi, haj ibodatining vazifasi hajga borishdan oldin boshlanadi. Ya'niki u ibodat jamiyatni isloh qilishlik uchun qo'yilgan ibodat. Hali hajga bormasdan burun. Chunki man istato'a ilayhi sabila, kim unga qodir bo'lsa deganda, qudratning ma'nosi halol pul bo'lishligi. Qudratning ma'nosi halol pul bo'lishligi. Bir kishi milliardlarga qodir. Juda ko'p puli bor. Lekin hajga qodir bo'lmasligi mumkinmi? Mumkin. Qana qilib desa, chunki topgan pulida shubha bor. Biror so'mida halollikni topa olmaydi o'zi ham. Kallasi bilan o'ylab qarasa, o'sha tamom o'qishni boshlagandan maktabni bitirishga pul bergan, institutga kirishga pul bergan, mansabga o'tirishga pul bergan, endi shu pullarini hammasini qaytarib chiqarib olgan. Qana qilib bo'lsa ham. Bir halol tarafdan keladigan narsa yo'q. O'zi o'ylab qarasa, milliardlarga qodir, milliardlarga o'ylang. Shuncha qodir bo'lib turib, shuncha puli bor bo'lib tursa, hajga qodir emasmi desa, qodir emas hajga, bechora. Kambag'al. Nima uchun desa, chunki istitoatning ma'nosi, hajga istitoatning ma'nosi, qodir bo'lishlikning ma'nosi halol pul bo'lishligi. Halol mol bo'lishligi. Endi bir kishi molni halol qilib topishligi uchun avvalosi u shariat bilimlarini o'rgangan yoki qilayotgan ishlarini biladigan kishilardan so'rab qilgan bo'lishi kerak. So'ramagan bo'lsa, o'rganmagan bo'lsa, uni pulida shubha bor. Shuning uchun agar bir kishi hajga borgan bo'lsa, yo otasini yo onasini hajga jo'natayotganlar ko'p. Ota-ona ham hajga ketayotganda bolani puliga mundoq qarab qo'yish kerak. Qanaqa pul? Qayerdan topyapsan? Rahmat. Agar harom pul topayotgan bo'lsa, bilsa, shubhali pul topayotgan bo'lsa, bilsaki shu pulga hajga borib kelib gunohkor bo'lganidan uyda o'tirib Xudodan istig'for so'rab qo'ysa, gunohlari kechirilib ketadi. Juda u pulga borish shart emas. Agar bir kishi harom pul topib turib, harom puldan
hajga borsa, ana shunga rozi bo'lib borsa, unda u o'sha yerda vafot topsa ham hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun hajning vazifasi haj qilishdan oldin boshlanadi, jamiyat islohi. Nima uchun desa, yosh yigitlar bilsinki, ertaga Alloh taolo bilan muomala qilish kerak. Bugun yosh, borgungacha, Alloh qodir qilgungacha insongarchilik, ma'siyat bo'ladi. Alloh taologa isyon qiladi, shirk keltirmasa ham gunohkor bo'ladi inson. Bandalarning haqqiga tajovuz qilmasa, haj ibodati unga va'da qilayotgan narsa bor. Shuning uchun hech yo'q molini halollab turadi. Molini halolladi degani nima degani desa, jamiyat isloh bo'ldi degani. Agar insonlarda hammasi, mo'min musulmonlarda hammasi halol pul bilan hajga borishlik, uni gunohini kechirishligining yagona sababi ekanligini bilib yoshligidan o'ssa, shunga harakat qiladigan bo'lsa, bu jamiyatda poraxo'rlik bo'ladimi? Bu jamiyatda firibgarlik bo'ladimi? Bu jamiyatda yolg'on gapirib birovni haqqini yeyish bo'ladimi? Yolg'on savdo bo'ladimi? Teatr savdo bo'ladimi? Eshityapmiz mashina bozorlarda nimalar bo'lyapti. Juda yolg'on ko'p. Keling o'sha mashina bozor deganimizda bitta o'zim bilan bo'lgan voqelikni aytib bera qolay. Yaqin bir sinfdoshim qayerda borsak shu domla deb mahkam ushlaydigan aloqasi eng yaxshilaridan bittasi o'sha mashina bozorida ekan. Mashina olmoqchi bo'ldim, sal minilganrog'ini bo'lsa ham olib turaveray deb borsam, bir jentrani ko'rsatib, ma'qul. Xo'p. Nima bo'lgan bu mashinaning kamchiligi nima? Kamchiligini aytib sotish kerak. Desam, bu tuzi bitta quruvchi boy hojakan ekan. Yaxshi ekan, ishga borib kelgan, tamom. Xo'p, yaxshi ekan. Nima bo'lgan bunga? Bufuri almashgan. Bufuri nimaga almashdi? Yangi olgan ekan, sal notariusga borib, yo pul o'tkazadigan joyga borib, foizini to'laydigan joy bor ekan, oilasi bilan borsa, o'sha joyga minsa shilib ketibdi mashina. Yangi mashinani endi bo'yatamanmi deb bufurini almashtiribdi. Yaxshi, mayli, ma'qul, bu hech narsa emas ekan. Yana nima bo'lgan desam, labovoy sinib ketgan. Xudo xayrini bergur. Bu nima sinib ketdi? Hozir dedi, issiqda ham dedi, labovoy sinib ketyapti dedi. Bo'pti. Issiq bo'lgan bo'lsa, labovoy singan bo'lsa hech narsa emas. Endi boshqa kamchiligi yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasam bir minib ko'ray deb, minib pastga ofisda gaplashamiz deb o'zimiz ishxonamizga olib keldik. Kelyapsam signal ishlamayapti. Taqsir bu signali nima ishlamayapti desam, aerobag ichib ketgan dedi. Aerobag ichib ketsa signal ishlamay qolar ekan mashinani. Aerobag nima bo'lib chiqib ketgan desam, kolodisga tushgan dedi. Endi keyin bo'pti deb endi unaqa yomon holat yo'q ekan-ku deb olib kirdik ofisga sal ruhoniyat bor, kitoblar bor, boshqa odamga bir ta'sir qiladigan holat bor. Kirib keyin bir shogird bor edi, mashinani tushunardi. Domla dedi, o'sha odam o'tiribdi o'zi. Bu dedi, aerobag ichib ketgan bo'lsa, osonlik bilan chiqmaydi. Shunga bir qator, yana bir mutaxassisga ko'rsatish kerak desam, yo'q, o'zi boshqatdan hikoya boshlab qoldi. Safar dedim. Hop. O'g'lim dedi, mashinani minib qoluvdi. Hadeb telefon qilardi, 1-2 kun keyinroq keling deb dedi. Hop deb qo'yib, kelsam dedi, mashinani dedi betonga, chekadagi betonga urgan ekan dedi. O'shunda bufuri sinib, novi labovoyi sinib, aerobagi o'shunda chiqib ketgan ekan. Ko'ryapsizmi? Ya'niki, demak, bu shunchalik zarb yeganki, mashina shu ahvolga kelgan. Demak, uni suvagida butun bo'lishligi ham amr mahol. Shuning uchun mayli dedim, uzringizni qabul qilamiz deb. Men bu gapni eshitib gapirmayapman sizlarga. O'zim voqeligida bo'lib turib gapiryapman. Aytmoqchimanki, agar savdolarimizda shunchalik yolg'on aralashayotgan bo'lsa, nima degan gap? Bir qora akamiz, o'zimiz bilan har doim birga yuradigan qora akamiz mashina bozoriga chiqsa, bir Matiz olmoqchi bo'ldi. Mana shu Matiz hamma yo'g'i tekis dermish.
mutaxassisda olib kelib ko'rsatsa, almashmagan narsasi qolmagan. Hamma narsasi almashgan, eshik va hokazo. Aytmoqchimizki, biz haligi birovdan eshitib qolgan gapimiz emas. O'zimiz sheriklarimiz voqelikda ko'rayotganimiz gap. Bu bozorlarda nimalar bo'lyapti? O'sha xotinlar deymizmi, erkaklar deymizmi, meva sotadimi, ot sotadimi, nima sotsa sotsin, lekin yolg'ondan pul kasb qilayotgan bo'lsa, ana shu pul bilan endi hajga boradigan bo'lsa nima bo'ladi ish? Shuning uchun men bugun ko'p gapirayotgan gapim shuki, mana hajga borganda odamlar videolari kelib qolyapti, mana hoji akamiz bilan ketyapmiz Dubayga deyapti. O'zi Dubay boshqa mamlakat. Uhud tog'iga ketayotgan joyda bilgani yo'q. Dubayga ketyapmiz deydi. Xo'p, bechora Dubay bilan Uhudni ajrata olmasa, hajga borayotgan. Halol bilan haromni ajrata olmasa, hajga borayotgan. Birodan Hajarul Aswadni ko'rdingizmi, qanaqa desa, "Ha, u ham yaxshi savdo qilib yuribdi" dermish. Hajarul Aswad bu tosh bo'lsa, u Hajarul Aswad toshligiga odamligini ajrata olmayotgan bo'lsa, men juda ko'p joyda aytayapman, azizlar, mas'ullar, diniy mas'ullar, kattalar, odamlarning sharoitini emas, shariatini to'g'rilaylar. Charig'imiz bilan borib kelaveramiz. Ustimizga bitta zontiyni taqib olib, ko'chada ham qolaveramiz. Faqat bizga Dubay bilan Uhudni ajratib beringlar. Odamlarimiz shuni ajratsin. Tosh bilan odamni farqiga borsin. Halol bilan haromni ko'rsatib beringlar. Ketayotganda gapiraylik. "Ey birodar, puling halol bo'lsin. Halol bo'lmasa bormay qo'yaver. Chunki borganingdan haromga rozi bo'lib, puling harom bo'lsa, haromga rozi bo'lib borsang kofir bo'lasan" deyish kerak. Xuddi aroqni ichib alhamdulillah desa kofir bo'lganidek deyish kerak. Shuni demasa bo'lmaydi. Chunki sharoit hech narsa emas. Juda 5 yulduzli mehmonxonada shvetsarskiy stolda o'tirgisi kelsa, borsin o'sha Dubayga haqiqatan ham, borsin Turkiyaga borsin. Borsin o'zimizni mana bu yaxshi shaharlarda, yaxshi mehmonxonalarga boraveradi. Yaxshi 20 kun dam olib kelsa, juda maza qiladi. Ammo hajga ketayotgan odamning sharoitini emas, shariatini to'g'rilang. Avvalosi haj mavsumi boshlanar ekan televizorda tinimsiz o'sha istitoatni ma'nosi halol pul kerakligini urg'ulash kerak. Undan keyin o'sha ibodatlarni qanday amalga oshirishlik, ularning hikmati to'g'risida insonlarga ma'lumot berish kerak. To'yinki hajning mezoniyati, mafhumiyati mansab martabaga aylanib ketib qolmasin. U ibodat o'laroq jamiyatlarning islohi uchun hajga borgandan keyin ham, hajga borguncha ham xizmat qiluvchi ibodat o'laroq qolishligi kerak. Agar shunday qolmaydigan bo'lsa, unda biz Xudoning huzuriga borganda hoji bo'lsak ham najot topmaymiz, domla bo'lsak ham najot topmaymiz. Hech qachon najot topmaymiz. Shuning uchun azizlar, juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Bu gaplarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin haqiqat shu. Oxiratga borgandagi haqiqat shu. Bundan boshqa haqiqat yo'q. Modom tirik ekanmiz, mana shuni biz qabul qilsak, tavba qilsak, Allohga qaytsak, bilmagan ekanman desak, najotdamiz. Yo'q. O'zi anaqa-yu, ko'pchilik ham boryapti-yu, hamma shuni qilyapti-yu bilan qilaveradigan bo'lsak ba'zi ishlarni, yo'q, kesikmiz, tugaganmiz. Orqamizdan 100 ta xatmi Qur'on qilinsa ham, qabrimizni tepasida qorilar qorixona qilib olsa ham, agar takabburlik qilsak, hech ham najot topmaymiz. Shuning uchun ham Alloh taolo Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfirud dunuba jami'a deydi. Bandalarimga ayting, ular Allohning rahmatidan noumid bo'lmasinlar. Alloh taolo hamma gunohlarni kechadi deydi. Bandalik bilan agar bir gunohlar Alloh taologa gunohlar qilib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh kechadi. Ammo bandalarning o'rtasidagi muomalangiz uchun
birovga zulm qilgansiz, birovga g'iybat qilgansiz, birovga tuhmat qilgansiz, ularni bandalar rozi bo'lmaguncha hajga borsangiz ham kechmaydi. Shuning uchun juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Bizda o'sha hajga ketayotganda ko'pchilikni to'plab rozichilik so'rashlik bor edi, yaxshi amal edi. Hozir shu bo'lmay qo'ydi. Shu mahalla ko'yni to'plab, yaqinlarda, tanishlarda hammasini to'plab hajga ketayotganda men sizlarni gapirib qo'ygan bo'lsam, tuhmat qilib qo'ygan bo'lsam, bir haqqinglarni yeb qo'ygan bo'lsam, halol qilinglar menga. Men hajga ketyapman endi deyish kerak. Mana shu narsani o'sha hajga ketayotganlarimiz yanagi safariga Alloh nasib etsa, hajga borsak, mana shuni qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, Robbingizga qaytinglar va unga taslim bo'linglar. Bir azob kelishligidan oldinki siz unda nusrat, najot topmaysiz. Azizlar, qiyomatning ahvoli shunaqa bir ahvolki, qarang. Yaxshilar bilan yomonlar ajragandan keyin bir kishilar bo'ladiki, Alloh taolo aytadiki, la yukallimuhumulloh. Alloh ularga gapirmaydi deydi. Alloh ularga qaramaydi deydi. Bir holatni tasavvur qiling. Sizga najot berishi mumkin bo'lgan yagona zot Alloh. Dunyoda bir ishingizni mana bu mansabdor bitirmasa, nargisiga borsangiz bitirib beraveradi. Dunyoda mushkulingiz bo'lib qolsa. Eshitadi gapingizni. Qaraydi sizga. Juda tanish bilish bo'lmasa, pulingiz bilan ham bitiraveradigan joy bor dunyoda. Ammo oxiratda faqatgina qarashligi sizga foyda beradigani, gapirishligi sizga foyda beradigani Alloh o'sha kunda Robbingizga nido qilayotganingizni o'ylang. Jahannamga hukm bo'lgansiz, gunohlaringiz tog'lardek. Ey Robbim desangiz sizga qaramayapti. Ey Robbim desangiz sizga gapirmayapti. Endi sizga kim najot beradi? Endi sizga kim qaraydi? Endi sizni kim qutqaradi? Alloh aytadiki, nusrat, najot topmaydigan kun kelishidan oldin Allohga tavba qiling, Allohga qayting deydi. Shuning uchun Allohga qaytish kerak. Oyatni davomida vattabi'u ahsana ma unzila ilaykum deydi. Sizlarga tushirilgan eng yaxshi narsaga, Qur'onga ergashinglar deydi Alloh subhanahu va taolo. U Robbilaringiz tarafidan kelgan, yana ta'kidlaydiki, sizlarga sezmasdan qolgan holatingizda bir azob kelib qolishidan oldin shunga amal qilib qoling deydi. Hattoki bir nafs aytadiki, ya hasarati, ey menga nadomat bo'lsin. Ey menga nadomat bo'lsin Allohni chaqiriqlarini beparvo qoldirganligimga deydigan kun keladi. Agar men endi o'sha kun kelishdan oldin bir hidoyat topgan bo'lganim deydi, muttaqillardan bo'lganim deydi, Alloh taolo meni hidoyat qilgan deydi degan orzuga kelib qoladi. Lekin Alloh aytadiki, yo'q, sen endi bu gaplarni aytmagin. Azobni ko'rganingdan keyin. Chunki senga meni oyatlarim keldi. Yolg'onga chiqarding, kibrlanding, kofirlardan bo'lding deb Alloh subhanahu va taolo mana shu gaplarni qiyomatda siz bilan bizga aytadigan kun kelib qolishdan oldin Allohga qaytishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo bu hoji akamizni ham hajlarini mabrur, sa'ylarini mashkur, zambilarini mag'fur qilgan bo'lsin. Hammamiz shu joyda hoji akamni tavozilariga, mahalla ko'y bilan bo'ladigan muomalalariga guvohmiz. Chiroylik, birov malomat qilmaydigan holatda istiqomat qilishlikka harakat qiladilar. Alloh subhanahu va taolo bundan buyog'idagi holi hayotida ham ana shu hajni taqozosiga ko'ra, men endi onadan yangi tug'ilgandek bo'ldim. Endi buyog'iga xato qilishlikka haqqim yo'q meni deb hayot guzaronlik qilishlikni Alloh taolo bu xonadonga Alloh o'zi nasib etgan bo'lsin. Yetkazilingan xatmi Qur'onlar bor. Inshaalloh xatmi sag'ir qilsak duo qilishamiz. sallallohu alayhi va sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Amin. Bir bo'lgan zot Alloh, behojat bo'lgan zot Alloh, tug'magan, tug'ilmagan, uchun barobar zot yo'q bo'lgan zot Alloh. İnsanlarning ilohi Alloh, insonlarning podshosi Alloh, insonlarning Robbisi, qiyomat kunining egasi, mehribon, rahimlik, olamlarning Robbisi bo'lgan zot Alloh, senga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam talab qilamiz. Bizlarni to'g'ri yo'lda qil. Shunday yo'liki suyganing, sevganing zotlarga in'om, ehson qilgan eding, adashgan va g'azab qilinganlarning yo'lidan qilma. Yetkizilingan xatmi Qur'on, yozilingan dasturxon, vasila qilganimiz holatda so'raymizki, xonadonga fayz va futuh barakotlaringni ato qil. To davri qiyomatgacha islom chirog'ini o'chirma, zurriyotlaridan taqvo egalari, odob egalari, ehson egalarini ilohiy zurriyotlarimizdan va zurriyotlaridan barpo qil ilohiy. Hajlarini mabrur, sa'ylarini mashkur qil. Bu yangi tug'ilishliklarini muboraklik qil. Bundan buyog'idagi holi hayotida seni topgan holatda rizoligingga ilohiy shoshilgan holatda yashab o'tishliklarini xonadon ahllariga o'zing nasib et. Yozilingan dasturxon tilovat va Qur'onlardan, hosil savoblardan, Odam alayhissalomdan shu kungacha o'tgan avvalin oxirin ishonch va amal egalariga, ruhoniyatlariga baxshida qildik. Alloh o'tganlarimizni rahmatingga ol. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Farzandlarini kamol toptirsin ilohim. El yurtga manfaatlik, mahalla ko'yda obro'lik, qo'llarda ishora qilinib namuna o'laroq ko'rsatiladigan zotlar bo'lishligini Alloh nasib etsin. Sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad. Allah qabul qilsin, salomat bo'ling. صلى الله عليه وسلم.